Yani bitta Dubay fason darvozamizni o'rnatib oldik. Dubay fason lisli darvozamizni hamyonbop shtampovka varianti bu. Ko'rishingiz mumkin. Darvozamizni tashkil etamiz. Qisqacha darvozamizni yeni cho'qiri yetdi. Bo'yini 3.75 ga tayyorladik. Ko'rishingiz mumkin. Hazratdek zamoqlari qisqardi. Yaxshi xizmat qilganlar. Darvozamizni materiallariga keladigan bo'lsak, Yondorlar 8/6, biri 6 tengada, oyog'ini tagi 13 millidan foydalandik bu safar. Tepalari 8/4, biri 5 tengada bo'ldi. Ichidagi quruqlarimiz orta-o'tir, birlik tengada bo'ldi. Listlarimiz 3 qadamdan bo'ldi. Shunaqa. Hop, o'rta. Sport mizlari quruqlar foydalandik. 3.2, biri 2 tengasi. Hop, keyingi shu xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon nomerlarimiz pastda qoldiriladi. Murojaat qilishingiz mumkin.